davom etadi. Ha do'stlar, shu 10 ta ramkadan 10 talasiga ham xullas ozmi ko'pmi yig'ishibdi. Ozmi ko'pmi deganda bir xil ramkalarni osib tashlashgan. Pasigacha bir xil ramkalarida sal ozroq. Lekin o'shanda ham qishloqdagi arilardan ko'ra, qishloqdagi arilarimdan ko'ra bular kuchliroq. Do'stlar, qishloqda endi paxtalar bor, boshqalar bor yon atrofimizda, lekin bu darajada mana olib kelishmagan. Bir xil yacheykalarni ko'rsalaring, yashil asallar. Endi bo'lishi mumkin shu yon atrofimizda qanaqadir konditerskiy sexlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shu yerlardan to'plab kelishyaptimi? Yana bilmadim. Endi biz ham ishga boramiz, kelamiz, atrofni kuzatishga vaqtimiz yo'q, to'g'risi. Atrofda nimalar borligiga hozir qiziqmayapmiz ham. Lekin arilar ishchi holatda ham mana kunduzi o'tirishini ko'rib turibsizlar bularni. Yarmidan ko'pi ko'chada. Shunda ham yashikka ari sig'mayapti. Yorilib ketay deb turibdi mana. Do'stlar, og'ir ramkalar mana. Ikkala tomoni ham. Sal xiraroq olyapti. Quyosh teskarida. Keyingi haftalarga asalni olishga harakat qilamiz. Iloji boricha xira chiqmasin-da. Mana do'stlar, mana shu holat. Hozir keyingi ramkasi umuman baquvvatroq ko'rinyapti. Ko'ramiz hozir qanchalik darajada olib kelishgan bular. Sal ehtiyotkorroq bo'lmasak, baquvvat ari chaqish ehtimolligi ko'proq bo'ladi do'stlar. Ertaga ishxonaga ko'zimizni shirib borsak bo'lmaydi. Og'irligida obam bo'lmayapti. Mana do'stlar, zichligini ham ko'ringlar arini. Asalni ham cho'tki holatda yiqqan. Bu tomonga o'tdi. Mana shu holat do'stlar. Endi xudo xolasa tarozda qanchalik bosishini ko'ramiz. Taroz bosishida gap. Oxirgi ramkasini даже olmaymiz ham do'stlar. Boshqa viloyatlarda qanaqa boshqa kommentariyada yozib
Qo'yinglar ko'ramiz. Bu endi paxta asali emas do'stlar. Aytganimdek tashqaridan nimalardan olib kelayotganini bilmayman. Xudo beraman desa Stalbadan ham olib kelaveradi degandi. O'sha gap mana endi mana shunda o'zim tasdig'ini topib turibdi. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.